O'zimiz shifokor bo'lsak-da, tishlarimizga biroz befarq bo'lib qolibmiz. Natijada ba'zi tishlarimizda muammo vujudga keldi. Endi shifokor o'zingiz bilasiz, har qanday stomatologga ham borishga ba'zi bir nyuanslar tomonidan qo'rqadi. Shuning uchun biz doktor Abdullayev Nabiyullo stomatolog shifokorning oldilariga ko'rikka keldik va bu yerda bir nechta narsalarga amin bo'ldik. Birinchisi, eng asosiysi sterillikka juda ham katta e'tibor berar ekanlar. Keyingisi, mahoratlari o'zlari yosh bo'lishlariga qaramasdan bilim va mahoratlari juda ham yetarli darajada ekan. Buning uchun biz nima demoqchimiz? Bu kishini tarbiyalagan ota-onalariga juda kattadan katta rahmat aytamiz va bu kishini shu holatga keltirgan ustozlariga kattadan katta rahmat aytamiz. Salomat bo'lsinlar. Biz juda minnatdormiz. Tishimizdan o'zimiz oynada ko'rib ancha xursand bo'lib ketdik. Yaxshi bo'ldi. Rahmat. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Stomatolog xizmati sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon raqam albatta qoldiramiz. O'zlaringizni kommentariyalarni va layklaringizni ayamaysiz ushbu videodan degan umiddamiz.